Salom qizlar, mana fiyalkamizdan barglarini kesib oldik va periksli suvda yuvib olamiz. Hamma bargini bitta-bitta yuvib olib, keyin shu suvga qo'yib qo'yamiz. Yarim soatga qo'yamiz. Nimaga qo'yamiz? Periksli suvimizda обработка qilib beradi bargimizni ildiz otishiga, tezroq ildiz otishiga yordam beradi. Shuning uchun periksli suvga qo'yish kerak. Har xil hasharotlari fiyalkada ko'p bo'ladi. Shuning uchun fiyalka barglarini hammasini mana shunaqa 3% periksni kosaga yarim choy qoshiq solamiz. Keyin tuprog'imizni ekishdan oldin mikrovolnovkaga 5 minutga qizdirib olamiz. Nega qizdiramiz? Chunki mikrovolnovkada qizdirib olmasak, torfimizning ichida har xil hasharotlar urug'i bo'lishi mumkin. Har xil naqalar bo'lishi mumkin, zararkunandalar urug'i bo'lishi mumkin. Shuning uchun fiyalka ekishdan oldin bozordan torf sotib oldingizmi, обязательно uni mikrovolnovkaga или duxovkaga qo'yishingiz kerak. Mana men qo'yib oldim. Bug'chiqlatni ko'rgan bo'lsanglar, yaxshilab qizdirib olamiz. Mikrovolnovkada 5 minutga, duxovkaga qo'ymoqchi bo'lsanglar, duxovkaga 10-15 minutga, 20 minutga qo'yib yaxshilab qizdirib olasizlar. Shunda ichidagi barcha mikroblar o'ladi, dezinfeksiya bo'ladi bu tuprog'inglar sizlarga. Keyin fiyalkani yaxshi o'smaydi-da, ekkaninglardagi dezinfeksiya qilmasdan eksanglar, fiyalkaga har xil hasharotlar urug'i qo'ygandan keyin fiyalkani ildizini chiritadi, o'smaydi, ildizi o'smaydi, qotib turadi bir joyda. Shuning uchun dezinfeksiyalab olamiz. Keyin buni 1-2 soatga sovishga qo'yib qo'yamiz. Tuprog'inglar sovigandan keyin gulimizni ekib olamiz. Bu yerda hozir bizda torf, vermikulit, pinoplast bor. Uchalasini bitta qilib ekib olasizlar. Qizdirmasdan hech qachon gulinglar ekib olmanglar. Men bu одноразовый stakanchik oldim. Mana shu, agar gulinglar sizlarda fiyalka tez ko'payadi, ko'p bo'lsa sizlarda ham mana shu одноразовый stakanchik yaxshi ekan. Одноразовый stakanchik 500 so'mdan oldim. Men bu tuvechani 3000 dan oldim. Tuvey o'z ikkalasiga ham eksanglar bo'ladi. No, arzon variant, agar sizlar sotishga qilmoqchi bo'lsanglar, arzon variant stakanchik yaxshi. Mana shu stakanchiklarga ekib olamiz hozir. Mana torfimizni sotib oldik qizlar. Endi hozir mana shu yaxshi sovigan torfga ekib chiqamiz gullarimizni. Yaxshi sovutib olasizlar. Bu yerga torf, vermikulit, pinoplast qo'shamiz. Sovigandan keyin mana stakanchiklarga ekdim. Hozir kichkina atroskalarimizni katta tuvakka ko'chiramiz. Mana shu tuvakka. Bu atroskachalarimiz kichkina bolachalari, juda kichkina eksanglar ham o'smaydi. Shuning uchun kattaroq mana shu tuvakchalarga eksa bo'ladi.
bu Twitch'dan hozir olamiz. Agar sizlar man tagiga ip qilmadim, chunki fitilni polif qilmayman. Fitilni polif qilsanglar mana bunaqa ip qilishinglarga kerak. Men fitilniga qo'ymayman uchun hozir bunga ip qilmadim Twitch'larimga. Tayilkasidan sug'oraman. Shuning uchun ip qo'ymasdan ikki olamiz hozir. Yolkani ko'pchilik injiq deydi. Yo'q, injiq emas. O'xotini to'g'ri bersanglar, unga quyosh yoqmaydi. Quyoshli joyga qo'yib bo'lmaydi yolkani. Soya salqinga qo'yasiz. Yorug' joy bo'lishi kerak. Agar xonangizda yorug'lik kamroq bo'lsa, led lampa qo'ysangiz bo'ladi. Yoki quyosh tushmaydigan yorug' xonaga qo'ysangiz bo'ladi. Quyoshda quriydi. Quyoshda qurib chirib qoladi barglari. Aloyli suvni yaxshi ko'radi fiyalka. Bir oyda bir litrga aloyli suv qilib bersangiz bo'ladi. Bir oyda bir marta. Vitamin B6 bersangiz bo'ladi. Vitamin B6 ni bir oyda bir marta 1 litrga 1 ta dona tabletka solib berasiz. U fiyalka, nafaqat fiyalkaga, hamma gulga bersangiz bo'ladi. Mana barglarimizni yarim soat qo'ydik. Tagini kosa qilib kesib olganman. Yarim soatga periksli suvga qo'yasizlar. Bu sizlarga obrobotka bo'ladi. Ildiz otishini tezlashtirib beradi. Periksli suv. 3% periks. Vodoroddan bir kosa suvga, qaynab sovigan suvga 1 choy qoshiq soldim va yarim soatga qo'ydim. Endi mana shu to'ychalarga ekib olamiz. Kichkina to'ychalarga eksa ham bo'ladi, lekin men katta to'yga ekaman doimo, chunki katta to'yda ildiz otish osonroq. Bitta mana shu to'yga 2 ta, 3 ta bargini ekib qo'ysa bo'ladi. Barglarimiz sog'lom. Bargni tepasidan yoki pastidan olish uni farqi yo'q. Va bitta to'ychamizga 3 tadan bargini shunaqa ekib qo'yamiz. Va keyin uni ekkandan keyin quyoshga qo'ymaymiz. Soyaga qo'yish, unaqa quyosh tushmaydigan xonaga qo'yasiz. Yorug'lik yaxshi bo'lishi kerak. Yorug'lik kam bo'lsa ham gullar o'smay chirib qoladi. Lampani tagiga qo'yish kerak agar yorug'lik kam bo'lsa. Agar barglarini tepasi chirigan bo'lsa ham, bunaqa chirigan joylari bo'lsa ham olaveradi. Faqat chirigan joyini tepasini kesib tashlaysiz-da, yarmini. Shu chirigan joyini kesib tashlab, buyog'ini ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tepasidan ekish mumkin emas, pastidan ekish mumkin emas. Yo'q, любой bargini eksangiz bo'ladi. Faqat yangi chiqqan barg bo'lmasa bo'ldi. Katta eski barglari olaveradi. Sizga detka beradi. 100%. Ikkinchisini ham shunaqa bekib olamiz. Fitilga qo'yish anaqa konteynerga solish shart emas. Shundoq qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi.
Ekkandan keyin обязательно aloyli suv bering. Aloyli suv o'sishiga, tez ildiz otishiga yordam beradi. Hozir mana shu kosadagi periksli suvni beraman. Keyin 1-2 kundan keyin aloyli suv beraman. Shunda ildiz otishi osonlashadi. Gulingiz tezroq ildiz otadi. Bu to ildiz otib bolalamaguncha unaqa удобрениялар, dorilar berish shart emas. To detka berguncha dori bermaymiz. 1 oy, 2 oylarda sizga detka beradi. Ungacha ochib yopavermanglar, hadeb beryaptimi, detka bermayaptimi. Ildiz chiqarish qiyin, detka berishi 1 oy, 1,5 oy, 2 oyda beradi. Suvni tagidan berasiz, tarelkasidan berasiz. Ustidan suv berish mumkin emas, ildiz chirib qoladi. Tarelkasidan doim suvga qaraysiz. Tuprog'i shuni och rangda bo'lsa, chanqagan bo'ladi, suv berasiz. Agar rangi to'qroq bo'lsa, suv bermaysiz hali. Rangi to'q bo'lsa suv berish mumkin emas, chunki suv normalniy bo'ladi, yetarli bo'ladi. Shunda suvi mana shunaqa rangi och bo'lsa, qo'lingizda, barmog'ingizda bu yoqdan detka beradi, yoqdan chetidan ushlab ko'rasiz. Chetidan namligini ko'rib, suv bersa bo'ladi, bo'lmaydi. Chetdan ko'rib suv berasiz. Va olib qo'yamiz buni. Gullari suvi bilan qo'yilgan joyini e'tibor bersanglar, gullar yaxshi o'sadi. Quyoshga qo'ymaysiz. Suvni ko'p bermaysiz. Shu основной siri.